Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga shoir Bobur Bobomurodovning Ko'rgim kelar sizni negadir nomli she'riy kitobini o'qishni tavsiya etadi. She'r inson qalbining eng nozik pardalarida yangrovchi ohangrabo kuy. Bu kuy kechmishlari va kelmishlar silsilasida toblangan. Unda bashariy orzu, umidlar, armonlar yashaydi. Shoir esa bu kuyning bastakori, qalb torlarining chertuvchisidir. Bobur Bobomurod yana shunday kuylar muallifi. U sevgi va sadoqatni, g'am va hasratni, alam va nafratni, iymon va insofni tarannum etadi. Aziz kitobsevar kitobxonlar, Bobur Bobomurodovning she'riy to'plamlariga qiziqsangiz, o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.